250 millionlik diska bilan buni nima farqi bor? Nega bu diskamiz qimmat? Videoni oxirigacha ko'rib turing. Shu savollarga javob topasiz va qaysi diskani olish kerakligini o'zingiz tushunib yetasiz. Nima uchun Soil Master brend ostida ishlab chiqarilgan diskani tavsiya qilasiz degan savollar uchun birinchi o'rinda diskning diametriga keladigan bo'lsak 56 diametrda ishlab chiqarilgan. Shirinasiga keladigan bo'lsak 5 mm. Xudo xohlasa standartlarga javob beradigan shirinada ishlab chiqarilgan. Podshipniklarga keladigan bo'lsak SKF brendini ko'rsating. Shvetsariya davlatida ishlab chiqarilgan podshipniklarimiz ishlatilgan bu diski baranamizda. Ramalarning qalinligi har bitta ramada mana 10 sm. Даже dishlalarida ham. Hamma joyi xudo xohlasa O'zbekiston talabiga moslashtirilgan diski baranamiz. Disklar soniga keladigan bo'lsak 32 dona Grandmaster. Disklarning orasidagi masofaga keladigan bo'lsak akalar, hozir ko'rsatib o'tib ketaman. 25 sm. Xudo xohlasa, bu ko'p fermerlari, klaster rahbarlarining talabiga binoan katoglari ham o'zgartirilgan versiyada, ya'ni turbali emas, ko'rishingiz mumkin. Lemkin Sapphirda ham, Zircon 7 larda xuddi shunga o'xshagan katog ishlatiladi. Bu katogimiz somonni kesaklari zo'r maydalab, yeri bir martada qoraytirib ketish imkoniyatini beradi. Ya'ni joyi kelganda bitta yerga 2 marta rasxod qilish shart emas. Balonlarni ko'rishingiz mumkin. Eng zo'r tarafi rabochiy shirinasi 4 metr bo'lgani bilan transportning holatida diskamiz 2,5 metrgacha qisqaradi. Bu sizga udaladan budalaga o'tishni yaxshi imkoniyat yaratib beradi. Endi buni ligirovkasiga keladigan bo'lsak, ko'pchilik so'ragan, katog orqali butun diskani ligirovka qilsangiz bo'ladi. Ya'ni mana bunday razmerlarni o'zgartirasiz, katogni ko'tarasiz, oldini tushirasiz. Katogni ko'targan holatda orqani botirasiz. Shu orqali diskani razmerlarini, ya'ni ligirovkalarni to'g'lasangiz bo'ladi. Silinderlarga keladigan bo'lsak, italyanskiy silinderlar ishlatilgan. Xudo xohlasa, mana rezinkalarga ham e'tibor beringlar. Original turetskiy rezinka. Diskamizni xudo xohlasa hozir bitta yig'ib ko'rsatib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Videomizga like bosib, diska olmoqchi bo'lgan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Diski baranamizni olish shartlariga keladigan bo'lsangiz, xohlasangiz naqd pulga, xohlasangiz lizingga, xohlasangiz pul ko'chirish orqali bizda xudo xohlasa hamma imkoniyatimiz mavjud. 1 yildan 3 yilgacha lizing, naqd pul bilan pul ko'chirish bizda bir xil akalar. Xudo xohlasa buni tan narxi 290 million so'm. Videoni ko'rib chiqqan obunachilarimiz uchun skidkalarimiz mavjud. Endi bitta yig'ib ko'rib ishlatib beramiz.